Yangi tug'ilgan chaqalog'imni uziy qildirganimizda uning yuragida teshik borligini aytishdi. Assalomu alaykum aziz onajonlar. Bugun sizlar bilan yangi tug'ilgan chaqaloqlar yuragidagi teshiklar haqida gaplashamiz. Qizim 32 haftalikda tug'ilgan. Tug'ilgandan keyin yurak uzisida unda o borligini aytishdi. Tushunmadim. Shifokor bolani ko'p yig'latmaslikni, shamollatmaslikni va uzoq quchoq tutishga yo'l qo'ymaslikni tavsiya qildi. Nima kasallik ekan deb o'sha paytda juda ham qo'rqdim. Chunki yuragida teshik bor degan gap har qanday ona uchun og'ir eshitiladi. O'yladimki, bu xalq tilida aytiladigan parok sertsa. Internetda o'qidim, turli fikrlarni eshitdim, vahima qilgan vaqtlarim ham bo'ldi. Keyin esa bu tashxis haqida chuqurroq o'rgana boshladim. Aslida OOO ochiq oval oyna degani. OAP esa ochiq arterial protok deb ataladi. Bular homila ona qornidaligidagi normal bo'ladigan yo'llar hisoblanadi. Sababi bola hali o'pkasi bilan nafas olmaydi va qon aylanish boshqacha ishlaydi. Tug'ilgach esa chaqaloq nafas ola boshlaydi va bu yo'llar asta-sekin yopilishi kerak bo'ladi. Ayniqsa muddatidan oldin tug'ilgan, ya'ni prematur bolalarda bu jarayon biroz uzoqroq davom etishi mumkin. Shuning uchun shifokorlar bolani ko'p yig'latmang, shamollatmang, uzoq quchoq tutib qolmasin deb tavsiya berishadi. Bu degani yig'lagani uchun teshik kattalashib ketadi degani emas. Gap shundaki, kuchli yig'ida yurak va o'pkaga yuk vaqtincha ortadi. Prematur bolalarda esa organizm hali juda ham nozik bo'ladi. Shamollash ham o'pkaga qo'shimcha yuk berishi mumkin. Shu sababli shifokorlar ehtiyot bo'lishni tavsiya qilishadi. Lekin eng muhim gapni aytaman. Har bir OOO yoki OAP operatsiya degani emas ekan. Ko'p hollarda, ayniqsa kichik o'lchamli OOO vaqt o'tishi bilan o'zi yopiladi. Shifokorlar asosan teshikning o'lchamiga, qon oqimiga va bolaning umumiy ahvoliga qarab baho berishadi. Agar bola yaxshi emayotgan bo'lsa, vazn qo'shayotgan bo'lsa, nafasda qiynalish bo'lmasa, bola yig'laganda ko'karmasa, bu yaxshi belgilar hisoblanadi. Bizga esa shifokor 1 yoshida qayta ko'rikka kelasizlar deganda, shu vaqt davomida qizimni ehtiyot qildik. Kasallatmaslikka harakat qildik. Yig'laganda imkon qadar tez tinchlantirdik. Teshik o'lchami 2,9 mm edi. Yaqinda tekshirtirganimizda alhamdulillah teshik yopilganini aytishdi. Aziz onajonlar, xavotir olmang. 1-3 mm gacha bo'lgan teshiklar bola yaxshi parvarish qilinganda 1-1,5 yoshgacha o'zi yopilib ketadi. 3-5 mm o'lchamdagi teshiklarni esa shifokor kardiolog nazoratida nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Ularda ham yopilish ehtimoliyati mavjud. 5 mm dan yuqori bo'lgan teshiklar esa operativ yo'l bilan davolanadi. Bu videoni hozir qo'rqib o'tirgan onalar uchun tayyorladim. Albatta kardiolog nazorati juda ham muhim. Lekin internetdagi qo'rqinchli hikoyalarni o'qib o'zingizni qiynamang. Men ham bir vaqtlar juda ham qo'rqqandim. Bugun esa shu hikoyani xotirjamlik bilan sizlarga aytib beryapman. Ba'zan vaqt, kuzatuv va sabr ham davoning bir qismi bo'ladi. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying.